Assalomu alaykum. Bugun 12 dekabr. Qo'llarni toqqa aylantirgan qorga ketyapmiz. Bir qorlarni aylantirib berib oldik. Borib beraylikchi. Tak. Nima bagajni yopib qo'ydilaring? Kimdan so'rab yopdilaring hozir? Bagajni ochib olib. Ha, bo'ldi, qo'yaver. Oho. Mana bir mashina qilib bosishibdi, kurtkaydi, surtkaydi qilib. Ketdik. Bo'lmasa aşağıda ko'rishamiz. Bo'zdan o'tib ketyapmiz, Bo'z tumani. Xudo xolisa ketyapmiz mana yo'lda. Mana. Tepada kanatlar ham bor ekan. Qorsiki ochilsa aşağı chiqamiz. Aslida tushsam-da. Menga qarang. Lekin yaxshi. Toza havo. Dilayda yapışıyor. Sovuq yo'q. Ya qirg'og'ini to'sishyapti. Просто odamlarga alohida yo'l qilish kerak ekan deb aytdim. Ha? Yo'qda yurma. Mushet qilyapti-da. Davay bistira. Hech kim yo'qligida men zo'r bo'ldi. Opaylar kelyapti. Qoch, yo'qqa chiqib ketib qolmadim. Ha, yaxshi. Maza qilishdi. Mana to'sish kerak ekan. O'zmasingizdan ko'ryapsiz.